Islom insonni jismoniy tarbiyasiga ham, ruhiy tarbiyasiga ham katta e'tibor bergan. Alloh taolo bizlarga nafsimizni poklashga, axloqimizni sayqallashga buyurgan. Ko'plab oyatlarda amallarimizga e'tibor berishimizga buyurib, Alloh taolo jumladan Hashr surasida shunday marhamat qiladi. Astag'izu billah. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqulloh innalloha xabirun bima ta'malun. Sadaqallohul azim. Ya'ni ey Allohga iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar. Har bir nafs ertangi kunga, ya'ni qiyomatga nimani tayyorlaganiga qarasin. Allohga taqvo qilinglar. Albatta Alloh amallaringizdan xabardor deya marhamat qiladi. Biz nafsimizni tarbiya qilishni, axloqimizni sayqallashni kimdan o'rganamiz? Albatta Alloh Qur'onda albatta siz buyuk xulq sohibisiz deya maqtagan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan o'rganamiz. Mashoyixlarimiz nafsni tarbiya qilishda banda avvalo Allohga duo qilsin deydilar. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning kundalik duolaridan biri Allohumma inni a'udhu bika min munkaratil axloq. Allohim men sendan yomon xulqlardan panoh so'rayman degan duolari edi. Va qolaversa oynaga qaraganlarida ey Alloh, meni yaratilishimni go'zal qilganingdek, xulqimni ham go'zal qilgin deya duo qilardilar. Mashoyixlar aytadilar, va yana banda nafsni tarbiya qilishda Alloh bilan o'rtasini isloh qilsin. Ya'ni Allohning buyruqlariga itoat qilsin, so'zsiz amal qilsin, gunohlarga Allohga tavba qilsin, yomon ishlardan, Alloh qaytargan narsalardan o'zini saqlasin. Va yana banda o'zini isloh qilsin, qalbli kasalliklardan, kibrdan, riyodan, ujubdan, barcha yomon xulqlardan o'zini saqlasin. Va yana banda nafsini tarbiya qilishda bandalar bilan o'rtasini isloh qilsin. Ularga muomalasini go'zal qilsin, qavmi qarindoshlari bilan siylay rahmni tiklasin, ular bilan uzilishmasin, qo'ni qo'shnilar bilan o'rtasini isloh qilsin, ular bilan muomalasini yomon qilmasin. Oilada o'zi oila rahbari o'laroq ahllariga mehribon, mushfiq bo'lsin deya o'git beradilar. E'tibor beradigan bo'lsak, jamiyatimizdagi bo'layotgan ayrim yomonliklarning ortida aynan mana shu nafsni tarbiyasizligi turganligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun dinimizda nihoyatda nafsni tarbiyasiga katta e'tibor qaratilgan. Tarbiyaga eng muhtoj narsa bu bizning nafsimizdir.